Salom bolajonlar. Bugun sizlar bilan birgalikda FSB, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmatiga ishga kiramiz. Albatta bunga ishga kirish uchun Discord zaifka orqali ariza tashlashimiz kerak. Arizamiz tasdiqlanishini kutishimiz kerak. Ariza tasdiqlanganidan keyin esa FSB binosiga borib, psixologik testlardan o'tib, RP terminlar bilan pasportlarimizni berib, litsenziya va hokazolarimizni berib o'tishimiz kerak. Unda boshladik. Hozir esa Discorddan zaifka tashlashimiz kerak. Birinchi navbatda biza pasport, medkarta va litsenziya, ayrim hollarda mehnat daftarchasini skrinshotini olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, pasportnikini ham olamiz. Qonuniylik darajasi 100% bo'lishi kerak. Past bo'lib ketmasligi kerak. Litsenziyalar transport bilan qurol uchun mavjud bo'lishi kerak. Medkartamizda sog'lom deb yozilishi kerak, ili srok o'tib ketmagan bo'lishi kerak. Xo'p, endi Discordga kirib olamiz. Discorddan fraksiya chatiga kirib, fraksiya chatidan ishga kirishni topib olamiz. Mana ishga kirish. Bu yerdan Facebookni tanlaymiz. Keyin arizani to'ldiramiz. Arizaga o'zimizni mana shu boyaga olgan skrinshotlarimiz, keyin esa statistika skrinshotimiz kerak bo'ladi. Menda statistika skrinshotlar aralashib ketibdi. Mana shu raqami borini olamiz, skrinshotni. Keyin esa bu yerga ariza shaklini oldingi ariza tashlagan odamga o'xshatib to'ldirib olamiz. Birinchisiga o'zimizning nickname'imizni, ikkinchisiga ishsiz yoki ishli yoki ishsizligimizni yozamiz. Xo'p, bu yerga men ishsiz deb yozaman. Men hozirda ish qilayotganim yo'q. 3. Hujjat skrinshotlarini aslida biza silka ko'rinishida yapq yoki imgur orqali to'ldirishimiz, ya'ni berishimiz kerak. Biza hammasi pastda deb qo'yamiz. Ishlamadi degan holatda u ko'proq vaqt oladi. Keyin esa DXX ning yuqori tarkibini belgilaymiz. FSB yuqori tarkib. Keyin tashlaymiz. Tashlaganimizdan keyin tasdiqlanishini kutamiz. 1 hour later. Xullas, Discorddan arizamiz tasdiqlandi. Mana biz FSB binosiga ham kelib oldik. Endi bu yerda yuqori tarkibini kutamiz. Oh my gosh! Stop it. Get some help. Xullas do'stlar, mana biratimiz ham kelib bizani olib ketyapti. Yuqori tarkib. Xo'p, kiramiz Facebook binosiga. Mana o'zlari. Xullas, hozir bu yerni to'liq sharhlab beraman. Bizlardan birinchi bo'lib, salomlashib olib, keyin bizdan RPda pasportimizni so'raydi. Xo'p, alik olamiz yoki salom beramiz, отдельный. Xo'p. Xullas, suhbat qilamiz. Tayyormisiz DXX safiga qo'shilish uchun suhbat qilamiz deyapti. Albatta tayyormiz deymiz. Yaxshi, boshladik deyapti. Xo'p. Endi bizdan pasportimizni so'raydi, RP bilan so'raydi. Shunda bizlar chatni bu chetida eventni tanlaymiz. Eventni tanlab, pasport cho'ntagimda deymiz. Keyin harakatga o'tkazib olib, kichkina harflar bilan pasportni
Xullas yozyapman mana. Qo'limni cho'ntagimga soldim deymiz. Keyin esa eventga o'tkazib katta harf bilan boshlab G1da o'chib beryapti. Qanaqasiga? Atkat. Yaxshi. Xo'p, keyin harakatga o'tkazib olib, pasportni qo'limga oldim deymiz. Nimalar deyapman, chalkashib ketganman shu payt. Cho'ntagidan pasportni oldi deb harakatga yozamiz. Eventga pasport qo'lida deymiz, nuqta bilan oxirida. Xo'p, harakatga o'tkazib pasportni qarshisidagi shaxsga uzatdi deb yozamiz. Urinishda ham yozib qo'yamiz. Hech ziyon qilmaydi. Pasport berildi deb muvaffaqiyatli chiqquncha. Shunda to'liq RP bo'ladi. Keyin hujjatlardan tanlab olib, pasportimizni beramiz. Pasportimizni tekshiradi, tekshirganidan keyin psixologik testni boshlaymiz. Psix testiga tayyormisiz deydi. Albatta deb yozamiz. Keyin u bizdan so'raydi, o'girling deb RPda so'rayapti. O'girilamiz. Qaramaymiz, iloji bo'lsa, qarasak ham e'tibor qo'yamiz. Qayerga ketdi endi? Aksessuar off deyapti. Xo'p. O'girildik. Xo'p, hozir bizdan so'raydi, nima qilyapman deydi. Mana men nima qilyapman? Bu yerda to'g'ri javob bilmayman deyish kerak. Bilmayman, ko'rmayapman deyish kerak. Chunki biz orqamizga qarab turibmiz. Uni ko'rayotgan bo'lsangiz ham aytmasligingiz kerak, ko'rmayapman deb. Endi RPda yozdi. Menga buriling dedi. Agar non RP, ya'ni RPsiz chatda yozsa, burilmaslik kerak. Bu buyruq hisoblanmaydi. Xo'p, o'girilamiz, keyin bo'ldi. DM DB TK non RP chatda deyapti. DM bu demagran. Sababsiz odam o'ldirish hisoblanadi. DB mashinada odamni o'ldirish hisoblanadi. Xo'p, TK team kill, ya'ni o'z jamoadashini umriga zomin bo'lish, o'ldirish yoki unga qarshi qurol ishlatish hisoblanadi. Xullas, mana psixologik testdan ham o'tib oldik. Deyarli tasdiqlashini kutamiz. Forma keysda уже boshladi. Xullas, mana formamizni ham beryapti. Forma berildi. Xullas, ana. Qabul qilamiz va biz mana FSPga ishga kirdik. Tabriklayman dedi. Xo'p, rahmat deymiz. Xullas, ko'rib turganinglardek, ishga kirdik. Qiyin narsa emas, oson albatta. Xullas do'stlar, obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Keyingisi qatga ishga kiramiz yoki nima qilamiz, hammasini albatta yozib ketinglar. Men albatta ko'rib, baho berib bajaraman. Xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan men Turon Grant.